Bo'ldi. Uni laboratoriyada bor, nomerini beraman. Olasiz. 30 santimetrdan bitta namuna olasiz. 60 dan bitta olasiz. Xuddi shunaqa qilib turib, yerni 3 ta 4 ta qismga bo'lib, qoq markazidan olamiz. To'g'rimda uzunasiga ketganmi bu? Ha, bu uzunasiga. Shuni teng etaylik, 3 tami 4 ta bo'lakga bo'lasiz. Har bitta bo'lakdan bittadan namuna olamiz. Laboratoriyaga beramiz. Bizga u yerda nimasi muhim? Siz endi bitta narsa bor-da, Lutfulla aka. Aslida tuproq analizi katta bog' qilinayotganda majburiy. Yeringiz unumdor zo'r bo'lsa ham, yomon yer olsangiz ham. Sizni holatda men majburiy demayman. Chunki bu yerda unumdorligiga shubha yo'q, sababi o'simliklar o'sib turibdi. Tog'li joy, salqin joy. Bu yerda o'zi turpoqda ham chirindi ko'p bo'ladi tabiatan, suv joyiga nisbatan. Shuning uchun bu majburiy emas. Agar hamma ishni zo'r qilaman, shu ishni qilsam o'zim yaxshi his qilaman desangiz, qilinglar. Ya'ni hammasi professionalni chiqishini xohlayotgan bo'lsangiz demoqchiman-da. Yosh chiroyli bo'lgani yaxshi. Ya'ni analiz ham unaqa katta summa bo'lmaydi. Bitta analiz adashmasam shu 300 ming, 350 ming atrofida bo'ladi. Aniqlashtirishimiz kerak, narx oshib ketmagan bo'lsa. Endi yana keyin muhim joyi bu yerda kapillik qilish kerak, обязательно. Tomshlab sug'orish bilan sug'orishingiz kerak, chunki bu mana shu ko'rib turgan hamma daraxtlaringiz katta ehtimol lalmi bo'lgan. Bular shunaqa. Ha, ya'ni ariq-pariqdan sug'ormagan, ekkan, uzoq yillar davomida o'sganda. Oldin suv kelgan ekan, mana bu visokiliniya o'tganligi hisobidan keyin ariqlar yopilganda. Ha, tushunarli. Siz hozir suvni qayerdan olasiz? Suv olib kelishimiz kerak Shilang bilan. Lekin bor, manbasi bor, keladi. Bor. O'zi qo'shnilar ham o'tkazgan, suv olsa bo'ladi. Tushunarli. O'shani imkon bo'lsa, mana shu agar tepaluvdan kelsa, samachok bilan ham даже kapillik qilsa bo'ladi. Ya'ni to'ksiz sug'orsiz bo'ladi. Yo, o'zi samatok kelar ekan. Yo'q, tepalikdan manbasi demoqchiman. Zo'r. Unda zo'r. Tepadan kelar ekan. Shu o'zi qatga tog'li joyga chaqirsa, tomchilar sug'orishi shart duomiz, chunki unsiz bog' bo'lmaydi. Men siz ham lalmi reja qilmayotganingizni уже tushundim. Ya'ni suv olib kelaman deyapsiz. Bu yaxshi. Chunki suv kam joy, mana bog' qilaylik deydiganlar ham bor-da, unaqada bo'lmaydi, umringiz ketadi. Uzoq yillar davomida o'sganda bu bog'lar aka. Kamida 15 yillik daraxtlar ham ash turgani. Bu endi asosan bu yerda mana bu yovvoyi olxo'ri ko'p ekan bor. Buni ham ko'rdingizmi mevasini? Bu bir sosa yaxshi solib o'tgan juda kam solgan. Chunki qanaqa o'zi mevasini sifati, yedingi mazasi bu tomondan. Yo'q, bu hali pastdagida emas. Tushunarli. Bu yovvoyi o'zi tomiridan chiqqan, bu mahalliy aholi oldin foydalanganda, nima qoqib qilib sotgan. Tushunarli. O'shanaqa. Tushunarli. Mana bitta nok, bitta gilos, bir ikkita olmalari bor ekan. Prinsipi yaxshi. Narigi tomonda o'sha boshlanishida bodom bor, endi bodomga bir qarasangiz bo'ladi. Bo'ldi, ko'ramiz uni. Endi mana qarang-da, turponi bo'ldi, analiz qilamiz dedik. Unumdorlik yomon emas. Suvni gaplashdik. Kapilniga talablar bor. Men uni sizga aytib turaman. Har 50 da tomizg'ich bo'lish kerak. Tomizg'ichlarni 1 soat tushiradigan suvi, hammasini uni hisobini olish kerak. Keyin pastli tepali joylarda tepada ham pastda ham bir xil suv tushiradigan tomizg'ichlar bor. Oddiy ishlarni qo'yib qo'ysangiz, pastda ko'p, tepada kam bo'ladi. Shuni hisobini olish kerak bu yerda kapillik qilganda. Keyin meva turi bo'yicha o'zingizda qanaqa fikrlar bor sizlarga? Meva turi bo'yicha endi siz anaqangiz ko'rgan. Yo, o'zingizni tushunchangiz bo'yicha ayting, men keyin taklif beraman. Meni hozir mana ko'rganingiz, keyin o'zingizni nima xohlayotganingizni aytsangiz, men bu meva turlari bo'ladi. Endi hozirgi holatda bo'tga asosan menimcha shu gilos ili mana bu tomoniga pista ekkan ma'qulmikan, ili bir ma'lum bir miqdoriga, hammasiga emas. Ha, nimaga pista xohlayapsiz? Shuni ham aytsangiz. Pista agar suv avgust oyida qaytarganda bu yerda. O'sha holatda suvga nima suvsizlikka chidamliroq. Shu suv masalasi bo'lgan. Tuproq unumdorligini ham hisobini olgan holatda shunaqa bir xayol keldi. Lekin olma eksa bo'ladi, lekin unaqa menimcha bilmadim. Endi Jizzaxda hali qizil baxmal olmasini agar bu yaqin keladi o'tga. Bu yerda yaqin keladi. Chunki olma bog'larini ko'rdim, bu anaqa emas. Olma nevigidmi deydi-ku. Navlarini bilmaymiz ularda. Yo'q, endi so'qoq tomonlarda Semerinkaga o'xshagan navlarni semerinkalarni ko'rdim. Ular to'kilib yotibdi, bor.
Aka, qarang, bitta narsa, yer unumdorligi, xudo xolasa sizda muammo bo'lmaydi. Gilos eksa ayniqsa. Pista masalasida aytishim kerak, pista sekin o'sadi Sekin. va 10 yil, 12 yil siz nishonani kutasiz. Ya'ni siz taxminan 10 yil birinchi hosilni kutasiz odatda. Shunaqa ekan. Ya'ni ko'p vaqt oladi. Endi pista boqsangiz 300 yil, 400 yil yashaydi, u nevaralaringizga qilaman siz qilishingiz mumkin, lekin o'zim foydalanaman siz eng to'g'risi bu joylarga endi mana siz ham o'zingiz aytdingiz olma nok dedingiz. Bu joylar gilos eng yaxshisi. Olma nokka joyi. Keyin yana yaxshi meva turi bor, chernaslik. Uni qilsak, mana bu olxo'ri mayda dedingiz-ku. U yirik bo'ladi, uni yaxshi sotasiz. Ha, o'shani. Uni qarovi kamroq. Mana hozir men aytganlarim ichida qarovi kam gilos va olxo'ri. Olma bilan nokka ichidan chiqmasligingiz kerak. Ha, mehnat. Ularni jiddiy kasalliklari, hasharotlari bor. Dorisini sepib turish kerak. Shuning uchun meni fikrim, agar Toshkentda ishingiz bo'lsa, o'zingizda sizga ya'ni ichida chiqmay yurish nevyigidno bu yerda. Ya'ni sizga kamroq e'tibor talab qiladigan narsa kerak. O'zi aslida umuman mehnat qilmay hosil oladigan meva turi yo'q. Hammasiga bor, e'tibor berishingiz kerak, suv berishingiz kerak, o'g'it berishingiz kerak, lekin olma bilan nok bularning ichida talabi juda yuqori. Eng tinchi aka, meni fikrim, yarmiga gilos qilaylik. Yoki 70% gacha bo'lgan qismiga gilos qilaylik, qolganiga chernaslik qilaylik. Quritadigan olxo'ri. Uni quritib qo'yib ham bemalol sekin siljitsa bo'ladi. Yana bitta zo'r tomoni, bu yerda ba'zi sal nariroq yursangiz, endi bu yerda bilmadim, pastroq o'sha Nanay sijjaklarda toshkentliklar keladi, quritilgan olxo'rini sotsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda yetishtirilganda ularga qadri bo'ladi. Даже gilosingizni ham siljitsangiz bo'ladi o'shalarga. Chunki bitta narsa, bu yerda sizda kech chiqadi gilos. Kechroq bo'lar ekan. Kech bo'ladi. Mana bu yerda atrofimni o'zingiz bitta aniqlab berasiz. O'sha valovoy borib bichiklasiz. Mana shu ekkanlar bo'lsa, qachon teryapti? Meni fikrim taxminan 15-iyunda teradi ular. 10-15-da. Bizda shunaqa navlar bor, yo shu vaqtda, yo shundan bir hafta keyin pishadigan qilib eksak bo'ladi. Sizda yirik bo'ladi. Salqin joyda gilos yirik bo'ladi, kechgina. Lekin asalarim bor-da, asalar bilan shug'ullanaman. Asalari qo'ysam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qarang aka, bo'ladi, lekin daraxtga kerakmi desangiz, shunaqa navlar bor, kerak emas. Misol uchun chernaslik, stenli degan navni tanlab beraman, xudo xolasa, u o'zini o'zi changlatadi. Siz asalari uchun foydali bo'lsa qo'yavering, daraxt uchun shart emas, majburiy emas. Endi asalari o'zi tabiat bu yerda yaxshi ekan-ku. Men prosta aytmoqchimanki, hali daraxtlarni yo'q, zararli. Dorilab turiladi-yu. Dorilaymiz. Gullagan vaqtda mana asalari qachon faol bo'ladi? Gullagan vaqtda. Gullagan vaqtda biz zaharli bo'lmagan dori sepishimiz mumkin. Ha, unday bo'lsa. Zahar sepmaymiz. Zaharli bo'lsa asalar. Yo'q. Uni xudo xolasa aloqada bo'lib tursa biz aytib turamiz, aka. Bu zaharli emas deb. Xullas, o'zi gilosga ko'p ham dori sepilmaydi. Chernaslikka ham yaxshi tomoni, plus suvdan ham yutasiz gilosda. Chunki mana siz aytasiz, avgustda tortiladi deysiz. Lekin siz gilosingizni nari borsa 20-iyunda terib olsangiz, bo'ldi. O'shandan keyin 4 hafta chanqatmasangiz bo'ldi. U yog'iga chanqataverasiz. Ya'ni chanqatish uchun foyda bo'lasiz. Nimaga 4 hafta chanqatmaslik kerak desangiz, terimdan keyin gilosda kelasi yilgi mevalar hosil bo'ladi, gul kurtayadi. O'sha vaqt chanqatib qo'ysangiz, qo'shaloq meva bo'lib qoladi. Ikkitali bo'lib qoladi. Shuning uchun normada 4 hafta suvini berib turamiz-da, 1 oy. Bu degani iyun bo'lsa, даже iyul ichi agar bera olsangiz, avgustdan suv muhim emas bizga. Tim bo'li bu yerda. Chunki salqinlik hisobiga ham bu yerda ispariniya ko'p bo'lmaydi-da. Men yana o'ylayotganim, bu yerda quyosh primoy tushmaydi bu yerlarga. Yo'q, mayli. Quyosh tushadi shunaqa. Yo'q, endi men tog'am bor-ku, to'sib turadi, to'g'rimi? Kuchli qanaqa mana qor erimaganda mana men. Ha, yo'q. Bu qor shu yozni pashti yarmigacha tog'da turar ekan. Ha, ko'ryapsizmi? Mana shu qor yozni yarmigacha turar ekan. Lekin quyosh borgandan hali bu tomonga o'tib ketadi, tog'ning orqasiga o'tib ketadi. Xullas, eng cho'qqisiga chiqqan vaqtda sizga quyosh tushmaydi, baribir. Kunni issiq vaqti, to'g'rimi? Yo'q, qanaqa desam ekan, yo'q chiqadi-yu, lekin hali pogoda qattiq yoqimli. Qattiq issiq emas. Toshkentdagi yondiradigan issiq emas-da. Yo'q. Yozda ham bunaqa bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q. Soyasida ham sal maza qilasiz. Bo'ldi, aka. Gilos navlarini tanlaymiz. Meni tavsiyam 2 xil kamida nav ekishimiz kerak sizlarga. Ertakroq bo'ladi, kechkiroq bo'ladi. Sweet Ariana degan nav bor. Shuni eksak bo'ladi. Lapins bor.
skina bor, mana shu 3 ta. Men sizga o'zim ro'yxat yozib beraman. Bu yerda 5-6 ta nav bo'ladi. Bo'ladi. Keyin siz ko'chatchilar bilan gaplashasizda, men buni beraman sizga ma'lumotlarni. Mansur, mana bu nav bor ekan, bu yo'q ekan desangiz, variant ko'p bo'lsa tanlash oson bo'ladi. Endi hozir ekmasligingiz, menimcha ekmasangiz kerak. Kuzga eksangiz yaxshi bo'ladi. O'sha kuzga o'zi Da, mo'ljallanadi. chunki bu yerda hali tozalab, yer tayyorlash bor. Keyin navlar qolmadi, yaxshi navlar qolmadi. Hozir hammaga shu tavsiyani beryapman, boqmoqchi bo'lganlarga, u kech bo'ldi endi. Shunaqa. Yomon narsa ekib qo'yasiz. Keyin bu yerda necha sxemada ekiladi? Или Uni aytaman. Qarang aka, katta bog'larda gilos 5 ga 3 ekiladi. Qator orasi 5 metr, ko'chat orasi 3 daraxt orasi 3 metr bo'ladi. Lekin u yerda traktor yurishini hisobga ha, olinadi. ularda hisob olinadi. Lekin sizda qiyali bu yerda aniq traktor bu yurmaydi. Qo'lda ishlov berasiz, bersangiz ham. Shuning uchun 5 ni qisqartirsa bo'ladi. Ikkita variant bor bizda. Yo 4 ga 3, yo 3 ga 3. 3 ga 3 qanaqa bo'ladi? 4 ga 3 qilganingizda qator bo'ylab ekilaveradi. 3 ga 3 qilganingizda shaxmat bo'ladi. 1, 2 mana bunaqa tushadi. Giloslarni bo'yini past ushlaymiz, kichkinaroq qilib ushab turamiz. Ya'ni shakl berish usullari bor. Buni o'rgatib turaman o'zim. Bunaqa katta qilib o'stirib yormaymiz. Mana bunaqa baland bo'lib ketmaydi. U endi asosan terib olishga osonligi uchunmi yoki hosildorligigami? Qarang aka, hosildorlik o'zi qoida bo'yicha baland bo'lsa yaxshi bo'lishi kerak. Chunki qancha shox-shabba bo'lsa, shuncha meva degani-da. Lekin tepaga chiqqan sari sxema kengayib boraveradi. 1 gektar hisobida olsangiz, sxema kengayib borgan sari, u endi baland qilganingiz uchun sizga foydasi qolmay qoladi, chunki 1 gektarga kam daraxt ketib qoladi. To'g'ri? Demak, tepaga chiqish iloji yo'q. Intensiv bog'da bo'yi past bo'lishini asosiy sababi mevani yerdan turib terish, sifatli terish, arzon terish va xavfsizlik. Mana shu masalalar. Agar siz videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak mevali daraxtlarni kesishga qiziqasiz va hozir aytadigan taklifimiz sizga ma'qul keladi. Biz mevali daraxtlarni kesish va ularga shakl berish bo'yicha 2 soatli dars tayyorlaganmiz. Ushbu darsda barcha danakli va urug'li mevalarni kesish bo'yicha, bundan tashqari anor, anjir, bexi va uzumni kesish bo'yicha juda ham foydali ma'lumotlarni berganmiz. Ushbu darsni ko'rganingizdan keyin istalgan daraxtni siz o'zingiz kesa oladigan darajada bo'lasiz. Agar bunga ishonmasangiz, izohlarda havola qoldiramiz, to'liq ma'lumot berganmiz, tanishib chiqing va darsga yozilganingizdan keyin to'lov qilib, ishingiz bitmasa, rozi bo'lmasangiz yoki foydali ma'lumot olmasangiz, bizga Telegramdan yozib yuborasiz. Foydali ma'lumot olmadim deb va karta raqamingizni tashlaysiz. Siz qilgan 150 ming so'm to'lovni so'zsiz hech qanaqa savol bermasdan qaytarib beramiz. Bizning kafolatimiz shu. Agar ma'qul bo'lsa, izohlarda havola qoldirdim. Bemalol o'tib darsga yozilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Misol uchun 3 metrlik daraxtdan 80% mevasini yerdan turib tez terib chiqsangiz, shunaqa bog'lar bor yoki kattada. U yerda bitta sortda bir kamida 10 gektar ekilgan joylar bor. 5 kunda terib chiqmasangiz, уже bo'ldi, pishib ketadi. Mana joylar ham bor. Pishdi degandan keyin 5 kunda terib olmasangiz, yumshab qoladi-da. Past bo'lsa tez terasiz, baland bo'lsa ustiga chiqib narvon bilan vaqtingiz ketadi. Xullas, to'g'ri boqmoqchi bo'lsangiz, baland qilishni o'ylamasligingiz kerak. Lekin bitta joyi bor, siz aytishingiz mumkin, Mansur, ozgina bu tog'li joy, burani konteyner dam olib o'tiraman desangiz, o'sha joyni baland qilib qo'yamiz. Chunki maqsadga bog'liq. Yo'q, o'sha joyga endi baland qilamiz. Shundan bu joyga qo'ysak, hali nima deydi? Priroda. Shunaqa. Soya kerak. Soya kerak. Unga haligi olmalar ham bor, hali tepada soladigan bir yaxshi. Ha, uni tanlab beraman. Endi u baland bo'ladigan bo'lsa, olma to'g'ri kelmaydi, chunki meva berib, ham soya bo'lishini xohlasangiz, undan bir-biridan chiqish olmay qoladi. Chunki tez meva beradigan olmalar odatda baland bo'lmaydi. Pakana olmalar, yarim pakana olmalar. Shuning uchun uni tanlab beraman. Mana bunaqa qilsak bo'ladi, meni fikrim. Asosiy qismini bir 80-90% joyingizni tijoratga kamroq naf qilamiz. Bir 10% qismiga assortiment qilib qo'ysak bo'ladi. Har xil narsalar. Buni ham tanlab beraman sizga. Shunaqa qilamiz. Xo'p, suv bo'yicha ham mana tushunib oldingiz, ya'ni gilos eksangiz, suvni tejash mumkin. Bu yaxshi. Pista uzoq vaqt ketadi meva berishiga, daraxt sekin o'sadi. Plus changlanish qiyin bo'ladi pistada. U shart emas, ha? Pistaga changlanish muammoda. Shuning uchun solkashlik bor. 1 yil berib, 1 yil bermaydi. Tinchi gilos aka. Unga bunday lalimi hali
chek chegarasi yo'q yerlar bo'lsa ekib qo'ysa bo'lar ekan. Pistanimi? Ha? U ani assortiment bog'ingizga eksangiz bo'ladi. Hmm. Qiziqishga. O'rikchi, o'rik eksa bo'ladi. Mana bu o'riklar chiqqan ekan, bular anaqa nima deydi? Mayda yovvoyi sifat. Yovvoyida o'sha danagidan chiqqan, achchiqroq. Tushunarli. Okey, qarang. O'rik assortimentga ekiling. Chunki bitta narsa bor. O'zbekiston daneli mevalarni erta chiqarganda qimmat sotadi eksportga. Hmm. Daneli degani bu o'rik asosan shaftoli, olxo'ri, Bodom. ertaksi yo'q. Bodom ham daneli, lekin u yong'oqda, u kirmaydi bunga. Uni saqlasangiz bo'ladi. Uni bozori boshqa. Uni o'lchovi boshqa. Qarang. O'rik, shaftoli, olxo'ri va gilos, lekin gilosda sal qoidalar o'zgaradigan joyi bor. Men uni tushuntiraman. Mana shu 3 ta meva turi qancha erta chiqsa, shuncha qimmat sotiladi. Bu joyga o'rik eksak, katta joyga, katta maydonga, siz yaxshi pulga sota olmaysiz. Chunki sizni o'rigingiz chiqqan vaqtda bozor to'la o'rik bo'ladi, nafaqat o'rik, boshqa mevalar ham ko'p bo'ladi. Eksport ham to'yin bo'lgan, ichkari ham to'yin bo'lgan, uje narx past bo'ladi. Endi qarab turing, gilosda qoida o'zgaradi deganim, umumiy qoida daneli mevalar qancha erta chiqsa, shuncha qimmat bo'ladi degan qoida gilosga tegishli. Lekin gilosni past narxi ham yirik qilganingizda yaxshi pul bo'ladi. Mana qarang. Gilos 28 kalibrdan tepasini, ya'ni baklashkani og'ziga sig'maydigan gilosingiz bo'lsa, siz erta chiqarganingizda kamida 80 ming sota olasiz. Bu erta deganim 10-maygacha, 15-maygacha uzog'i chiqarsangiz 80 minggacha narx olsangiz bo'ladi. Shu vaqtgacha qancha erta chiqsa, shuncha qimmat bo'ladi. Endi bu yoqqa tushadi narx, ya'ni 50 ming bo'lishi mumkin, 40 ming bo'lishi mumkin. Lekin 28 dan yirik gilosga bundan past narx yo'q. Qachon pishsa ham. Siz yozda olib chiqsangiz ham, endi bitta narsa bor, Angrenda Yangobod degan joy borda, iyulda pishadi gilos. O'sha valovoy. Juda yirik bo'lib ketadi. Bizning tanish okalar 250 ming, 300 ming sotishadi Alayskiga. Shunga harakat qilsak bo'ladi. Ya'ni eksportni o'ylamang. Tushundim. Yirik qilaylik, gilosi yo'q vaqtda olib borib sotaylik. Bo'ladi. Xud ko'taradi-da. Xudo xolis ko'taradi. Navlan to'g'ri tanlasak bo'ldi. Do'l-po'l qanaqa bo'pti? So'ramadingizmi? Do'lmi? Uni surishtirib qo'yish kerak, chunki do'l bor joyda baribir risk bo'ladi-da. Yo'q, do'l bo'lar ekan. O'zingiz uchun hisobini olib qo'yishingiz kerak. Biz o'rtoqlar bilan keldik. Hozir qaysi anaqa ekan-a? Havo yaxshi bo'lib turdi Toshkentda, issiqlik. Bahorda bo'lmasa bo'ldi. Nechida Toshkentda issiqlik o'sha vaqt 38-40 nechimi ekan? Birdan bulut keldida, yomg'ir yog'ib do'lga o'tib ketdi-da. Tog'li joyda juda bulut sho'tdi to'xtaydi. Endi yarim soat yog'di o'tib ketdi. Bitta narsa, daraxtda mevasi turganda do'l sifatini buzadi. Buni oldini olish yo'li ustiga setka yopish. Setka lekin yopish u xarajat, yaxshigina xarajat. Shuni men aytib qo'yishim kerak. Ya'ni setka variant turaveradi pullik hisobiga. Setka qo'ymasangiz 10 yilda shu 2-3 marta bo'lishi mumkin. Do'l zarari. Shuni hisobini olib qo'yishingiz kerak o'zingiz uchun. Tushunarli. Keyin gilos terimiga yaqin yomg'ir yog'sa ham yaxshi emas. Lekin bitta narsa bor-da, o'zi любой sohada ham, bizani sohada ham nima meva turi eksangiz ham, nima sort tanlasangiz ham, baribir kamchilik bo'ladi. Idealni, ya'ni hamma masalangizni hal qilib yuboradigan meva turi yo sort yo'q-da. Mana gilos deyapmiz, qarang. Narxi zo'r deyapmiz. Erta suvni tortishi mumkin deyapmiz. Ya'ni iyunda terdingiz bo'ldi, suvni kamaytirish mumkin deyapmiz-da, zo'ra. Lekin minusi yomg'ir agar pishishiga yaqin yog'ib qolsa yorilib ketadi. Gilos yorilib. Shunga rozi bo'lish kerak bu joylarda. Yo'q, bo'ldi. Endi tabiatga qaraymiz. Tabiatdan o'tolmaymiz. Shunaqa, shunaqa. Allohning berganida. Shunaqa. Endi olmada olma qurti bor, qo'tir bor, bilasiz, parsha deydi. Bularni hammasiga tindirmasdan to'g'ri vaqtda dorisini sepmas ekan, sifat bo'lmaydi. U yerda yana keyin mevalarni sterillashtirish kerak. Bular hammasi bilim talab qiladi, vaqt talab qiladi. Ichida yurishingiz kerak buni. Shunaqa. Shu tinchgina gilos bilan olxo'riga qarab yursak zo'r bo'ladi. Bo'lmasa o'shalarni qilamiz-da, endi keraklisini hali olma, o'zi. Men yozib beraman sizga. Mana asosiy katta bog'ga 2-3 ta zo'rna, assortimentga ko'proqni qilamiz. Nokam yaxshi bo'lar ekan bu yerda. Ana qarsilloq o'zimizning местный noklar, suvli, bo'tlada. Lekin bizlar sotadigan bog'larda yetishtiradigan navlar Yevropa noklarida yumshoq. Ularning injiqliklari bo'lishi mumkin. Bu yerda hali yetishtirib ko'rmaganingizdan keyin bilmaysiz-da. Endi ulardan ekilsa 5-10 tada. Assortimentga qilsak bo'ladi. Chunki aytdim-ku, katta joyda uni mehnati ko'proq.
Bularda ham shira oqadi baribir aka. Lutfulla aka shirasi bor bu yerda. Daraxtga qarab yuramiz. Yuramiz aka.